Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa sizlarga sotiladigan xonadonimizni ham ko'rsatamiz, oldi sotilik va mana shu Lasetimizni ham ko'rsatamiz. Lasetimiz do'stlarim yili 2008 mi dedi. Birorta ob'yom, ichlari, salonlari juda ham toza, xullas qiladigan ishi yo'q ekan, motor qo'yilgan ekan, privajnoy. Xullas puli 300 ming so'm kami bor ekan do'stlarim. 300 ming so'm kami bor. Bu pul juda ham zarur muhtojlik uchun do'stlarim. Sloshni qo'yapmiz bu uyni ham. Kelinglar endi. Bu oldi sotilik xonadonimizni sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yaman. Do'stlar shoshilib qolinglar. Shu uyni olsanglar ham inshaalloh savobga ishlaysiz, chunki bu uyni egalari do'stlar shu farzandi ozgina betob bo'lib qolib, nevarasi shunga pul kerak bo'lyapti ekan. Qadrdonlarim, bir podдержка qilib mana shu uyimizni olib qo'yinglar. Bu uyimiz Qirg'iziston O'sh shahri, O'nadirga chiqqanlarda bu yerimiz Kaleli Maksimi deyiladi, ya'ni 123larda Kalechkasi tomon. Kanalda past tomoni bo'lyapti. Juda ham suvli, zo'r joylar. Ya'ni O'nadirga chiqib turib Yasin deb dom tushyapti do'stlarim, Yasin qurilishi. Shu domga yetganlarda o'zim chap qo'lga turbadan o'tadigan joy bor. Chap qo'lga o'tib turib, ash mahalladan pastga tushganinglarda do'stlarim. Telefon qilsanglar, akalarimiz tushuntirib qo'yishadi. Juda ham zo'r joylar. Mahallamizga gazlarimiz kelgan ekan, oqim suvlarimiz ham bor, grantlarda ham bor. Ya'ni ushbu kirganimizda chap qo'limizda ham, o'ng qo'limizda ham mana xonalarimiz bor ekan. Bu yoqda ikkita xona, bu yoqda bitta xona. Va mana do'stlarim, bu tevamiz ham, bu yog'imizda ham katta joylarimiz bor. Oldi sotikda mana shu to'rt burchak holatda mana. Ya'ni ushbu xonadonimiz bo'lyapti mana. Mana bu yerda 123larda kanalchalari bor. Bu yerda maktab desanglar bor. Yo'lni bo'ylariga yaqin. Ana do'stlarim. Ya'ni ushbu domni hisobda mana ro'pras bo'lyapti ekan. Kanalda past tomoni oldi sotik. Endi qadrdonlarim puli keladigan bo'lsak, puli 65 ming dollar kami bor ekan. 65 ming dollar kami bor. Do'stlarim, o'zi bu yerlarda juda ham qimmat. Hisobda bu yerlarda quruq yerlar o'zi qolmagan. Bo'lsa hamma oladi. Do'stlarim, juda ham zudlik. Kelinglar, shu ham yerni olinglar do'stlarim, ham savobga ham ishlaylar, maza qilib duo qilishadi do'stlarim. 65 ming kami bor. 156-ko'cha 10-xonadon bo'lyapti ekan. Telefon raqamlarimizni yozinglar. 0556 bilan 73 90 73 0556 bilan 33 22 11 shu raqamlarimizga telefon qilib boylanishib do'stlarim, kelib uyimizni ko'rib, mashinamizni ko'rib olinglar do'stlarim. Qadrdonlarni bir podдержка qilib olasizlar, uy olayotgan do'stlarim, hammani arzon bahoda olib olinglar. Ham savobga ham ishlab do'stlarim, bir podдержка qilib yordam berib qo'yasizlar. Qadrdonlarim, operator beka doim sizlar bilan hech qachon og'rimanglar.